alaykum qizlar. Mana qo'ligul to'qishni biladigan, sxemaga tushunadigan qizlar, mana sizlarga sxema. Marhamat, o'zinglarning papkanglarga olinglar. Tushunmaganlar uchun mana hozir men birinchi qatordan ozgina tushuntirib o'taman. Birinchi kichkina nakitsiz stolbikni ilib olamiz. Avval birinchi mana bunaqa zanjirlarni olamiz qizlar. Mana qaranglar, sananglar, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ta zanjir. Qancha uzunlikda bo'lsa, o'sha uzunlikni hisoblab 7 ga ko'paytirsanglar, mana shu anaqada zanjirlardan sanab to'qiy olasizlar. Mana birinchi ilib olamiz shundoq. Keyin ikkita zanjir to'qiymiz. Mana tochkamizda ikkita zanjir degani. Keyin birinchi stolbikni olamiz, 4-zanjirga ilib, stolbikni olgandan keyin qizlar mana ikkita zanjir to'qiymiz orasiga. Keyin yana bitta mana bu stolbikni olamiz. Stolbikni to'qigandan keyin ikkita zanjir olib, keyin 4-zanjirga mustahkamlaymiz, bitta nakitsiz qilib. Yana ikkita zanjir, xullas ikkita stolbikni orasidagi ikkita zanjirga yana 5 ta stolbik to'qiymiz. Shu afzalda oxirigacha olib boramiz qizlar. Ikkinchi qatorda bo'lsa stolbik bu cheti, mana stolbikni ilib olgandan keyin ikkita zanjirdan keyin mana o'rtasiga olganimizda mana hozir tushuntirdim 5 ta. Keyin uchinchi qator ham xuddi ikkinchi qatorda qilganinglardek to'qiysizlar, davom etaverasizlar oxirigacha. Keyin sizlarda mana shunaqa chiroyli uzor kelib chiqadi. Uni xohlagan narsa to'qisanglar bo'ladi. Bahorga koftichkalar. Xullas, agar qalinlikdan to'qisanglar qalinroq chiqadi u. Kuzga, qishga, koftalarga juda chiroyli uzor. Yana o'zingizlar xohlagan nimaga xohlasanglar shunaqa qilib to'qiysizlar qizlar. Obuna bo'lib, meni kuzatib boringlar.